Men imtihonga tayyorlanish uchun xonamga kirib ketdim. Telefonimni ovozsiz holga o'tkazdim. Keyinroq tanaffus qilib unga qarasam, 20 ta SMS, 50 ta WhatsApp xabari, 10 ta javobsiz qo'ng'iroq bor. Kimdir o'ldimi deb o'yladim va qo'rqib ketdim. Shu payt jamoadoshim menga yana qo'ng'iroq qilib qoldi. "Rodri, qayerdasan?" "Qayerdaman? Universitetdaman." Murabbiy jamoa bilan mashg'ulotlar o'tkazayotgandim. Men hech kim edim. Mashinam ham yo'q. Talabalar turar joyi Villarreal o'quv markazidan 15 daqiqalik masofada. Har kuni taksi uchun pul to'lay odam ekanimni aytishadi. Biroq futbol haqida gap ketganda, men ashaddiy ishqibozman. Yoki men rostdan boshqalar kabi oddiy odam bo'lsam, ijtimoiy tarmoqning salbiy tomoni haqida bunchalik qayg'urmasdim. Bolaligimdan faqat bir tuyg'uni quvib yurganman. Bu futbol. Hech qachon Ferrari olishim uchun futbolchi bo'lishim kerak demaganman. Chunki men qahramonlarimni maydonda qiladigan ishlari bilan eslab qolganman. Basseyn, tushlik uchungina uyga kiraman. So'ngra hovuzga qaytish, bog'ga borish. 10 yoshimga kelib, agar o'yinim yaxshi chiqmasa, kun davomida ota-onam bilan gaplasha olmaydigan bo'lib qoldim. O'zimdan juda xafa bo'lardim. Onam menga qarab, "Unga nima bo'ldi? Bu shunchaki o'yin-ku" derdi. Lekin men uchun bu dori edi. Shunday qilib, men juda yoshligimda ota-onam bilan shartnoma tuzdim. Agar futbolchi bo'lishni xohlasam, albatta universitetda o'qishim kerak edi. Biz bu haqda gaplashmaganmiz. Bu shunchaki tushunilgan. Alal-oqibat 17 yoshimda Madriddan Villarrealga ko'chib o'tdim hamda Jaume birinchi universitetiga o'qishga kirdim. Birinchi masxara qilishardi, lekin menga baribir. Muhimi mashina menga yoqdi. Keyingi yili men La Ligada ilk bor maydonga tushdim. Ishonamanki, maktabdagi do'stlarim buni bilib aqldan ozishdi. Chunki ularning moliya yo'nalishida o'qiyotgan sinfdoshi 6-raqamda o'ynayotgan edi. Ular bu haqiqatan ham men ekanligimga ishonishmagan. "Shoshmang, bu rostdan o'sha bolami? Google'dan ko'ring" yo'lga tushib qolardi. Yana bir hayratlanarli tomoni shundaki, men ayolim bilan talabalar turar joyida tanishganman. U meditsina yo'nalishida o'qirdi. Mumkin ediki, qolgan hamma narsani unutib qo'yardim. Bir kuni men imtihonga tayyorlanish uchun xonamga kirib ketdim. Telefonimni ovozsiz holga o'tkazdim. Keyinroq tanaffus qilib unga qarasam, 20 ta SMS, 50 ta WhatsApp xabari, 10 ta javobsiz qo'ng'iroq bor. Kimdir o'ldimi deb o'yladim va qo'rqib ketdim. Shu payt jamoadoshim menga yana qo'ng'iroq qilib qoldi. "Rodri, qayerdasan?" "Qayerdaman? Universitetdaman." "Murabbiy seni qidirmoqda, hamma seni qidirmoqda." "Nima deyapsan?" "Valensiya bilan o'yinimiz bor, hamma avtobusda. Bir sen yo'qsan." Boshida hazil deb o'yladim va o'yin ertaga-ku dedim. Kerakligini angladim. Sayohatimning har bosqichida muvaffaqiyatsizlik orqali yangi narsalarni o'rgandim. Jumboqning yangi qismi. Villarrealda men professional bo'lish nima ekanligini bilib oldim. Nafaqat futbolchi, balki professional. Atleticoga kelganimda haqiqiy raqobat nima ekanligini bilib oldim. Villarrealda men to'p bilan juda yaxshi harakat qilardim, lekin baribir biroz bo'sh edim. Diego Simeone davrida men yomon bola bo'lish nima ekanligini angladim. Maydonda haqiqiy jangchi bo'lish, haqiqatan ham to'p uchun kurashish, raqibni 90 daqiqa azoblash nima ekanligini tushundim. Bu yana bir muhim bosqich bo'ldi. Keyingi yozda Cityga ko'chib o'tish imkoniyatiga ega bo'ldim. Bu men uchun orzu edi. Rozi bo'lishimdan oldin Sergio Busquets bilan gaplashdim va u menga "Pep, u seni yaxshiroq o'yinchiga aylantiradi. U hech qachon senga turtki berishdan to'xtamaydi. Sen hech narsa yutqazmaysan" dedi. Sergio Pep bilan bir xil rol o'ynagan va u juda ko'p ajoyib yutuqlarga erishgan. Shuning uchun men uning so'zlariga ishonardim. Hamda u butunlay haq edi. Men uchun Pepning o'ziga xos jihati shundaki, u doimo bir qadam oldinda. Uning atrofidagi o'yin rivojlanishidan oldin u doim birinchi rivojlanadi. U hech qachon o'tgan mavsumdagidek o'ynaganimizdan qoniqmaydi. Chunki sizning futbolingiz allaqachon o'rganilgan bo'ladi. Siz bir nuqtada turib ketma-ket 4 ta Premier Liga chempionligini qo'lga kirita olmaysiz. Siz o'zingizni qayta kashf qilishingiz shart. Bilasizmi, men Pepga murojaat qilganimda doim harakat bilan gaplashishga majburman. Stol, doska yoki biror narsani topishim kerak va men ham u kabi shaxmat taxtasi yoki kofe stakanlari atrofida aylana boshlashim kerak bo'ladi. Uning ishonchi men uchun juda muhim edi. Chunki esda tutish kerakki, 2019-yilda bu yerga kelganimda Fernandinho, Aguero, David Silva, Kevin De Bruyne bilan kiyinish xonasiga kirgan edim. Afsonalar. 12 yoshimda Agueroning Atletico'dagi mashg'ulotlarini borib tomosha qilardim. U mening qahramonlarimdan biri edi. Endi men kiyim almashtirish xonasida uning yonida o'tiribman. Bu ajoyib. Aguero va Otamendi meni doimo masxara qilishardi.
Nafaqat kiyimim uchun, balki har bir uchrashuvdan keyin avtobusga o'tirib, ayolim bilan video qo'ng'iroq orqali gaplashganim uchun. Men futbolchi, u shifokor bo'lgani uchun biz ko'p yillar davomida uzoq masofalarga ko'nikishimiz kerak edi. Uzoq masofada bo'lganingizda nima qilasiz? Albatta video qo'ng'iroq. Men g'alaba qozonganmanmi yoki yutqazganmanmi, har o'yindan keyin unga qo'ng'iroq qilardim. Biz g'alaba qozonganimizda hech qanday muammo bo'lmasdi. Chunki bolalar shovqin ko'tarib bayram qilishardi va ular buni sezmasdi. Ammo mag'lubiyatga uchraganimizda ham men o'zgarmasdim. Menda filtr yo'q edi. Ayolim bilan gaplashganimda miyam yana universitetga qaytgandek bo'ladi. Men yana Rodrigoga aylanaman. Shunday qilib avtobusda jimjitlik bo'lardi. Hamma boshini egib tushkunlikka tushgan va men baland ovozda gapirardim. Ha, biz bugun yutqazdik. Ha, jahlim chiqdi. Kuning qanday o'tdi? Shu kabi savollar berardim. Birinchi martasiga Aguero va Otamendi meni chetga tortishdi. Hoy, avtobusda bunday gapirishing mumkin emas. Pep seni eshitadi. Bu yoqda hamma eshityapti deyishdi. Lekin baribir har bir uchrashuvdan keyin men unga qo'ng'iroq qilardim. Ha, bugun hammasi yaxshi bo'ldi. Biz g'alaba qozondik. Lekin men yaxshi o'ynamadim. Netflixni tomosha qilyapsanmi? Nima ovqat yeyapsan? Doimgidek gap boshlanib ketardi. Ha, biz ikki o'smirga o'xshardik. Hamma g'azablanardi. Ular qo'limdan qo'ng'iroqni tortib olmoqchi bo'lishardi. "U sizga qo'ng'iroq qiladi. Rodri, telefonni qo'y. Hozir ketishimiz kerak" deb baqirishardi. Ba'zida odamlar mening bu odatimni noto'g'ri tushunishadi. Shubhasiz, marketing va ommaviy axborot vositalarining bosimi shunchalik ko'pki, siz futbolchi sifatida o'ziga xos xarakterga aylanasiz. Men uchun bu ahmoqona narsa. Esimda bir marta suratga tushishim kerak edi va ular "Rodri, mana bu kitoblarni qo'lingga olsang chiroyli chiqadi. O'zingni kutubxonaga ketayotgandek ko'rsat" deyishdi. Suratlar e'lon qilingach, maktabdagi do'stlarim menga xabar yoza boshladi. "Nima bo'ldi? Sen o'qishni yoqtirmasding-ku?" Shu sabab ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan narsangizga doim ishonmang. Haqiqat har doim boshqacharoq bo'ladi. So'nggi bir necha yil davomida biz City bilan baxtli davr o'tkazdik. Ammo bu haqiqiy hayot emas. Yaxshi daqiqalarda siz hech qachon o'rganmaysiz. Shunchaki zavqlanasiz. Yomon daqiqalarda, azob chekayotganingizda siz o'sayotgan bo'lasiz. Esimda Chempionlar Ligasi finalida Chelsiga qarshi o'yindan so'ng men oilam oldiga qaytdim va ota-onam, ukalarimni ko'rganimda umuman gapira olmadim. Oshxona stolida yana 10 yoshimga qaytib qolgandek bo'ldim. Bir so'z ayta olmadim. O'sha payt shunchaki bu tuyg'uni boshqa his qilishni xohlamayman. Ko'proq ishlashim kerak. Men yanada yaxshiroq bo'lish yo'lini topishim kerak. O'shanda ham biz APLda chempion edik va dunyodagi eng kuchli jamoaga aylandik. Chelsiga yengilganimizda hech kim mendan o'sha o'yin haqida so'ramadi, lekin bu hayotimdagi eng muhim voqealardan biri. Har bir yaxshi lahza ortida bir umrlik kurash va tajriba yotadi. 2023-yilda Chempionlar Ligasi finalida gol urganimda ham bu hisob emasdi. Men mahallamizdagi bog'da o'ynay boshlaganimdan beri futbolga kirib kelganimga 20 yil bo'ldi. Bernardo menga uzatmani amalga oshirganda ancha uzoqda edim. Takroriy lavhalarda ham siz meni ko'ra olmaysiz. Haqiqatan ham menga to'pning kelishning imkoniyati kam edi. Men jim turishim kerak edi, lekin men oldinga bordim. Negaligini bilmayman. Men bu haqda o'ylamagandim. Chunki 10 tadan 9 marta, balki 100 tadan 99 marta Bernardo to'pni kesib uzatganida men u nuqtada bo'lmasdim. Ammo ichimda nimadir menga bunday vaqt bir marta bo'ladi dedi va men zarba berishga qaror qildim. Ichimda qattiq deb, bomba bo'lsin degan shovqin bor edi. Bu juda qisqa lahzada sodir bo'ldi. To'p darvozaga kirgach, men yugurib ketdim va muxlislarimiz oldida tizzam bilan sirpanishni amalga oshirdim. Shundan keyin hayolimga kelgan birinchi narsa 20 daqiqa. Yana 20 daqiqa. Bu juda uzoq edi. Bu 6-raqamlining fikri. O'sha 20 daqiqada biz azob chekdik. Keyin hushtak chalindi. Bu men butun umrim davomida ta'qib qilgan tuyg'u. Men his qilgan quvonch umuman gol urishda emas edi. Bu jamoa sifatida 90 daqiqa azob chekish va g'alaba qozonishda edi. Bu yerga kelganimdan beri meni qo'llab-quvvatlagan muxlislarimiz uchun treblni ta'minlashda edi. Bu City sharflaridagi bolalarning yuzlaridagi tabassumni ko'rishda edi. Oilamni quchoqlab, biz buni uddaladik deb baqirdim. Futbol bu dori, bu juda o'tkir dori. Shuning uchun siz faqat futbol o'ynaysiz. Yevroda ham xuddi shunday edi. Bu men uchun qaysidir ma'noda she'riyatga o'xshardi. Chunki finalning ikkinchi yarmini chetdan kuzatishga majbur bo'ldim.
Turnir boshlanishidan oldin men o'zimni ko'proq yetakchi bo'lishga chaqirdim. Men kiyinish xonasidagi eng keksa yigit emasman, lekin bizda yangi avloddan bo'lgan juda yosh yigitlar bor va men ularga shunday katta damlardagi bosimlarda yordam bera olishimni his qildim. Lamin va Niko o'sha yozda nimaga erishganini o'ylasam, meni juda ham xursand qiladi. Butun mamlakatimiz tomosha qilayotgan shunday bir lahzada qadam tashlash 17 yosh va 22 yoshda aql bovar qilmaydi. Agar men ularning yoshida qanday yashaganimni bilishsa, ehtimol ularning aqli portlab ketardi. 85-daqiqada gol urganimizda Mikel Oyarzabaldan ko'ra tezroq yugurdim deb o'ylayman. Yurtingiz uchun g'alaba qozonsangiz, bu boshqa turdagi tuyg'u. Bu meni bolaligimga qaytardi. Hovuzda o'ynaganim, keyin bog'da o'ynaganim, mashg'ulotlarga borish uchun velosipedimni tramvayda olib ketganim, Jahon Kubogida g'alaba qozonganimizdagi quvonch kabi yig'ladim. Siz nafaqat shaharni, balki butun mamlakatni baxtli qilganingizni tushunasiz. Juda ko'p turdagi odamlar, juda ko'p avlodlar bu quvonchni birinchi marta boshdan kechirayotgan yangi avlod. Lamin Fransiya darvozasiga gol urgan kechada o'sha bolalarning qanchasi aqldan ozgandek yugurishdi. Yoki Mikel Angliyaga gol urganida minglab, millionlab ispanlar Viva Ispaniya deb baqirishgan. Men bu tuyg'uni bilaman. Haqiqiy quvonch. O'qigan kitoblarim, iqtisod yo'nalishidagi diplomim va buxgalteriyani hurmat qilgan holda bunday quvonchni faqatgina futbol bera oladi. Futbolgina yurakka shunday ta'sir qila oladi. Va shu o'rinda aytaman, meni o'qishga majbur qilgan ota-onamga rahmat. Rodri.